Yukarıda körüp ettik vatandaşım çizlağı bugün 2022 yılı 3. ayının 5. günü yukarıda körüp ettik sabık devlet işlakatı Mike Pompeo'nun sözünü endilikli yine devamlı Mike Pompeo devlet işlakatının sözünü sözleyimiz Tayvan'daki faaliyetlerini asası kiliksiyenin mezmunu şu yukarıdan demin dedik eğer Cungo hükümeti muşu günde Rusya iktisadi yerden birdiğen bolsa Amerika çok hareket kılıdı. Onun bankaları pul muamele sistemisi imborga kılın. Endeki mavzumunda vatandaş. Cungo'nu qattiq tanqid qilish. Sabık devlet işlakatı Mike Pompeo Xi Jinping'nin Tayvan'ı boysundurishdagi haqiqiy maqsadi to'g'risi to'xtaldi. Mavzulu xabar 3. ayının 3. günü Venbit orbiti ilan kılındı. Xabar mındaq başlandı. Sabık devlet işlakatı Mike Pompeo 4. günü düştün buran Yuanjing vahbisidan notuq sözlegende Cungo'nun Ukrayna bilan bolgan strategik şeriklik münasebetleri buzg'unchilik qilganligini qattiq tanqid qildi. Hamda oldin ko'rarlik bilan mundaq ko'rsatdi. Cungo'nun reisi Xi Jinping Hong Kong bilan to'xtab qolmaydi. Tayvan'ı egallashni muhim vazifa qiladi. Bu dal chunki Amerika Tayvan'ning erkinligida qat'iy orqatirek bo'lganligi uchundir. Cungo Tayvan'ı oldigan bo'lsa, Cungo Tayvan'ı zabt qiladigan yoki bo'ysundiradigan bo'lsa, yer shari oqoqdan fonlaqa da o'zgarish yuz berib Cungo üstünlükni egallaydi. Sabah devlet işlakatı Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Bugungi eng muhim muhokama temasi Cumhur Xalq Cumhuriyatining tajovuzchiligini qandaq bir taraf qilish. Tayvanda nutq so'zlayotganda bugun biz muhokama qiladigan eng muhim tema Cumhur Xalq Cumhuriyatining tajovuzchilik harakatini qandaq bir taraf qilish meselesidir. O mundaq ko'rsatdi. Ukrayna vaziyati qaranglar. Mustabidlar Rossiya prezidenti Vladimir Putin erkinlikka pisand qilmay Ukraynaga hujum qilishni qaror qildi. Ukrayna xalqi tiz bukmidi. Tajovuzchilar qarshi turli kechiringlar botirlik bilan kurash qildi. Lekin men Yevropa davlatlari nayt zo'r g'ayrat bilan Rossiyaga qarshi turmaydigan bo'lsa, Ukraynada erkinlikning nuri o'chib qoladi. Vaziyatni hargiz xato mo'ljallamasligimiz lozim. Vladimir Putin Ukrayna bilan to'xtab qolmaydi. Mana sobiq davlat ishlakati Mike Pompeo da'vatidir. Prezident Vladimir Putin Ukrayna bilan to'xtab qolmaydi. Ya'ni Ukraynani elib ketsa, Ukrayna bilan to'xtab qolmaydi. Cungo meselesiga kelsak, sobiq davlat ishlakati Mike Pompeo to'g'ridan to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Cungo Ukrayna bilan bo'lgan sheriklik munosabatini buzib tashlab, bir-birining egilik huquqini qo'llaydigan mavzular va va'dalardan butunlay tugashdi. Ukrayna bilan bir-birini qo'g'daydigan va'dalarda Ukraynani atom muhofazat kunligi ostiga olgan edi Cungo. Sobiq davlat ishlakati Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Sobiq prezident Trump ayni chog'da vazifaga o'ltirib, Cungo bilan oq ko'ngillik bilan aloqalashish munosabatlarini to'xtatdi. Cungo Amerika savdo kelishimini ijro qilishga boshladi. Lekin masalaning amaliyotdagidan to'lama eg'ar ekanligini darhol bayqadi. Cungoning Amerikaga hatto butun dunyoga tahdid solayotganligi to'g'risida butun yer sharining samiga soldi va butun yer sharini uyg'otdi. Bu intayin zarur edi. Xi Jinping Cungo Amerikadan qudratli degan gapga ishonadi.
ve Tayvan'ı eliş komünizmlik ideologiyasının ahırkı nişani dep qaraydı. Şuna Tayvan'ı eliş Xi Jinping'in nazarında mühim vazife bulup kaldı. Sabık Devlet İşleri Mike Pompeo doğrudan doğru mındak görsetdi. Cungu'nun yavuz kılmışları cığlandı, toplandı. Çünkü Kompartiyası elip gelgen xatar zamanımızdaki merkezlik tehdit bulup kaldı. Nurgun devletler bu köz qaraşqa koşuldu. Sabık Devlet İşleri Mike Pompeo mındak görsetdi. Erkillik doğrusu, erkillikle qoğdumaslık geçirenler. Xi Jinping'in Şangay'ını kontrol kılışı, arkadilla Tayvan, Janubi Deniz ve Sinkaka takım arallarına yetip kelişige beraberdir. Eğer sen erkillikni qoğdumusan, mana müşta 101'dir. Zo'ravon hokimiyatga qarshi tez harakat qilmaydigan bo'lsang, undaqda butun dunyo naytizor to'qinishga kirib qoladi. Zo'ravon hokimiyatga qarshi nayti tez harakat qilmaydigan bo'lsang, diqqat vatandosh, zo'ravon hokimiyatga qarshi nayti tez harakat qilmaydigan bo'lsang, undaqda butun dunyo to'qinish ichiga kirib qoladi.